Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, barchangizga xayrli kun. Kiklarimiz bitdi, tayyor bo'ldi. Nasib bo'lsa endi buni o'z egalariga topshirib olsak bo'ldi. Kiklarimiz balandligi 360 shoxigacha hisoblaganimizda bu o'ziga yarasha yengillik berib turadi. Metalldan yasalgan hisobiga bunga garantiya so'rashi o'zi bir boshqacha bo'ladi bu. 50 yil kamida turib bersa kerak, Allohu alam. Hech qanaqa qoliplardan foydalanganimiz yo'q. Ko'rib turganingizdek mayda-mayda simlardan to'qilgan narsalar bular. Umumiy hisobda og'irligi 150-160 kilolar atrofida chiqadi. Ozgina ranglar bilan ishlashga to'g'ri keldi. Mijozimizni talablardan kelib chiqqan holatda bir qaraganda haqiqiy kiyikka rangini ozgina o'xshatib bersangiz yaxshi bo'lar dedilar, mana o'xshatib berdik. Qo'ldan kelganicha barchalarga sog'lik, salomatlik, ishlar rivojini bersin.